Bismillahirrahmanirrahim. Bugün söyleyeceğimiz tevbenin babı. Şimdi tevbe hakkında ameliyatlarımızdan azdır köptürüp düşüncemiz var. Çünkü biz namaz başlığıyla özümüzde bir yakın düşündükte bu yolda mağıltıqlı uzun boğu adamlar. Şunda adı ki biz bugün tevbe hakkında asaslık bunu 3 noktını sözlemekçi. Birincisi tevbenin mənisiz adı neme? İkincisi tevbenin məqbul buluş şekli neme? Üçüncüsü tevbenin zaten qanday paydaları var insanda. Asasen bu 3 sualını merkez kılıp durup sözümüzle başlayımız. Hem de tevbe degenimiz özü Arap söz. Arapçadaki tabe. Muşu söz fiilidin yoki söz tumuridan chiqqan. Bunun söz ma'nosi qaytish, yenish degan ma'noda. Yani tabe yetubu degan vaqtda shu ma'noda. Endi mutlaq ko'p qism olimlarning qarashida bu qayerga qaytish? Agar bu qaytish bo'lsa tavba. Qaytish degan ma'noda bo'lsa, qayerga qaytish degan bir savol so'riladi. Onun cevabını belki bunda 2 nuqtaga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi Allah'ın sızgan sızıqıga qaytib kelish birinchisi. Yani bir insan bu xuddi yo'lda biz ketib berib, bir chig'ir yo'lga kirib ketib qoldik deyli. Yoki mashina deb ketib berib, biz manzilimizga bormoqchi. Ammo yo'l belgisi bilmaganligimiz uchun yoki biz to'g'ri yo'ldan adashib ketib, boshqa bir yo'lga kirib qoldik. Birdan keyin bu yo'l xato ekan. Bu yo'ldan mansaq biz manzilimizga yetolmaydi ekanmiz deb yana qayta dag'dam yo'lni tepib olishimiz. Yani Allah'ın sızıqa qaytib kelish deganimiz bir insan bir xatolikni sodir qildi, bir gunohni sodir qildi. Uning gunoh ekanligini tunagandan keyin gunoh emas, yaxshi amalni tepib olish va qaytib kelishdan iborat. Endi ikkinchi ma'nosi Peygamberimizin hadisida deyilganiga o'xshash inson asli tigi takdidan haqni qabul qiladigan bir fitratda, inson tabiati ustida yaratiladi. Bu qaytib kelishning yana bir ma'nosi insanın asli şu, haqqı mayil tarafiga qaytib kelish deganni bildirdi deydi ba'zi olimlar. Men ochib bu meni to'g'ri. Endi men buni 3-chi bir nuqta bilan biroz o'zgartib qo'ydim. Uni o'zgartib qo'ydim degan olmaydi. Yani birinchiligi Allohning yo'liga qaytib kelish deganni biz manda tushunsak bo'ldi deb o'ylayman. Bir Müslüman'a nispeten La ilahe illallah Muhammed Resulullah deb iman etiş ameliyatda Allah bilen tüzüşken bir ehdin ibaret. Yani ey Allah ben seni bar ve bir deb itiqat kılaman. Yani senin benim Rabbim ve hükümranım ikenlikimni ben itiraf kıldım ve kabul kıldım. Bunun deyilmeyen bir manası, yani teksti yok bir manası. Demek ben senin mening Rabbim ve hükümranım ekanligimni qabul qilgan ekanman. Men o'zimning sening quling ekanligini, o'zimning sening bandan ekanligimni e'tirof qildim deganlik bo'ldi. Bu xuddi biz dadamizni dada deb chaqirgan vaqtda biz ichki jihatdan yoki avtomatik holda men sening balang degan ma'no shu, men dada degan shu so'zning ichida yurman. Yani bir insana La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyişi ameliyatda şu bendenin Allah bilen boğan, yoki Allah bilen tüzüşken bir ehdisi yoki toxtumuz ne var. Hem de bu tevbe insan bu yolda meniş davamında bazı məqsədlik yoki məqsədsiz bilip bilmeyi çoğun yoki kiçik günahlarını sadır qılıb taşlagandan keyin Allah bilen tüzüşken şu ehdisi zidilnidir. Ona biraz dəxli yetidir. Bana şu vakitte Allah bilen tüzüşken bu ehdini qayta yengilap duruş, onu qayta a'lolaştırıp duruş deganlik. Endi biz tevbeni düşünüşte menimce en dastlabki bizning boğumuz, Adem Aleyhisselam'dan hikayesi qaytishimiz, insan hayatidagi tevbenin o'rnini obrazlık düşünüp olishimiz uchun yaxshi bir ipuchi deb o'ylayman. Hammamiz bilamiz. Adem Aleyhisselam yaratıldı. Cennette yaratıldı, cennette yaşadı. Anadan keyin Allah Adem Aleyhisselam'a bahir aladigan barliq nimetlerini gösterip berip, anadan keyin faqat birla narsani chekildi. Yani ma'lum bir yog'ochni, ma'lum bir mevaning mevasini yemaslikni dedi. Yani bu cheklangan bir ishdi. Boshqacha aytsak bu bir gunohdi. Yani onu yeyish gunohdi. Ammo Adem Aleyhisselam nafsining yoki shaytonning kayniga kirib bunu yep taşladı. Yani günah sodir qildi. Şunun bilan jazolantirilib, ziminga tushirib etildi.
ziminga çürütilgandan keyin Allah bunu to'liq jazolab etib insonni, ya'ni Adem alayhissalomni tashlab etmadi. Endi bu yerda Adem alayhissalom men qanday qilsam bo'ladi degan bir savolga duch keldi. Endi men bu jazolandim. Men qanday qilsam bo'ladi degan bu savolga duch kelgandan keyin Allah Ademga, ya'ni Sura Baqarada aytilganiga o'xshash, biz Ademga tavba qildigan, ya'ni tavbani o'rgatdik. Shuning bilan Adem tavba qildi. Adem alayhissalom tavba qildi. Allah bu tavbani qabul qildi. Yani bir yerda 3 bosqich bor. Bir, bu shu qissani biz astoydil o'ylansak, menimcha 3 bosqichning bu qissa ichida borligini bilamiz. Birisi, inson yaratılışdilla her vaqt gunoh sodir qilib tashlash mumkinchiligi bo'lgan bir ojiz maxluq. Yani bütün hayotida, her daqiqada, her kuni, her vaqt gunoh sodir qilib tashlash ehtimolligi her zaman mavjud. Ben bunu her qatim sizlarga ta'kidlayapman. Yani bir inson ma'lum bir maqomga yetib olib islomda, shu maqomga yetib olgandan keyin hech qanday ish qilsa gunoh bo'lmaydigan bir maqom yo'q. Ba'zan o'ylagandek yoki so'zlagandek emas. İkincisi, inson ana shunda bir gunoh qilib tashlaydigan tabiatga ega qilib yaratilgan bo'lsa-mu, Alloh unga qanday qilsa yana Allohning qayta mag'firatiga erishadiganligini o'rgatgan. İkincisi, yani tavbani o'rgatgan. Hamda üçüncüsü, inson yana Allohning oldidagi sharafli o'rniga tavba qilish orqali qayta yuksala oladi. Mana shu 3 bosqich balki buningdanmi ko'p ma'nolarni olishimiz mumkin. Adem alayhissalomning qissasidan biz yakunlab oladigan nihoyat muhim 3 darsdan iborat deb o'ylayman. Biz mushu darsni asos qilib turib, o'zimizning hayotiga tatbiq qilgan vaqtimizda biz bu o'xshash bir inson hayotimizda yana o'xshash shu gunohlarni sodir qilib tashlashimiz mumkin. Buningdan biz oldiga ushur shu. Sen inson gunoh sodir qilishing mumkin. Sodir qilib tashlasang, o'zingni tashlab etma. Butunlay Allohning rahmatidan umidsizlanib ketma. Yani Allah sana qanday tavba qilishni o'rgatdi. Agar sen loyiqida tavba qilsang, yani qayta Allohning rahmatiga erisha olaysan, Allohning oldidagi aziz va sharafli izzatli o'rningni qayta barpo qila olaysan degan bir ushur bor. Ve bu bizning bütün hayat jarayonimizni singib ketgan bir qonun. Hech qaysimiz men 5 yil burun bir tavba qilgandim, shuning yoqi faqat gunoh qilmadim deymiz. Yoki men bir qatim haj qildim. Shu hadisning ruhi bo'yicha yana haj qilganlarning xuddi anadan tug'ilgandek bütün gunohlarining yurib ketadiganligining hadisning ruhi bo'yicha shuning yoqi bir mi gunoh qilib boqmadi deymiz. İnsanning hayoti amaliyotda mana mushu bir çember içinde ayrılır. Endi biz bu tevbenin nemiligini ben yukarı bayanların düşendik de böyleyim. Onda da tevbenin kabulünün şekli nime? Ama kitapta 3 şeklini sözledik. Bazı 4-cüsüme koşuptu. Ben şu 4 şart asasında bunu kısaca düşündürüp ötüm. Endi biz hazır dinimizge okşaş bu tevbe diyelik qaytmak, yani günahdan to'g'riga qaytmak, xatodan haqqa qaytmak, zalolatdan hidoyatga qaytmak. Unda da birinchi qadam, agar bir inson o'zining gunohi uchun haqiqiy tavba qilsa va bu tavbasini Allohning oldida maqbul bo'lishini için umid qilsa, o vaqtda shu gunohini cho'qim tark etish kerak. Ya'ni qayta takrorlamasligi kerak, qilmasligi kerak. Onun günahını qayta tekrarlaganlığı ameliyatda onun tevbesinin yeterlik samimi bo'lmaganligining bir zahiren ifadesi. İkincisi, gunohiga ichidan haqiqiy pushaymon qilish kerak. Yani şu günahni qilib tashlaganligiga azoblanishi, azob his qilishi, shuningdan pushaymon qilishi, nadomat chekishi, shuningdan rahatsizlanish kerak. Uning shu rahatsizlanganligi, pushaymon qilganligi, azaplanganlığı onun kalbideki şu imanın ifadesi. Çünkü insan bir günahı puşayman kılmayı durup onun tevbe kılganlığını tasavvur kılışı mümkün emez. Bu noktada aytganda şunu koşup koyumuz. Mesela bazı vakitte şeytanın vesvesesi yoki özümüzden nefsinden çıkarıp göğüstüşü bilen şu vakitte şu işte kılıp elip tevbe kılmasam mı bulap diken degenge okşaş. Özümüzde aldaydığı xiyallama gep qilishi mumkin.
Yani bu ameliyatda özümüzni aldaşdan başka narsa emas. Endi bu ikkinchisi gunohiga haqiqiy pushaymon qilish degan vaqtimizda biz yana dastlabki so'zlagan, ya'ni butun amallar niyatga bog'liq degan hadisga qaytamiz. Ya'ni o'xshashda bizning bu tavbamizni qabul qilish bo'lmasligimi shu tavbani qilgandiki ixlosimizga va niyatimizga bog'liq. Biz haqiqatan gunohimizning mag'firat qilinishi uchun, to'g'ri yo'lga qaytib kelishimiz uchun tavba qilyapmiz yoki o'zimizga azto'la tasalli bo'lsin uchun debla g'izimizning uchida aytayotgan bir ish bu. Chunki buni ta'kidlashimning sababi inson amaliyotda har vaqt o'zi bilan o'zi dialog qurish davomida o'zini o'zi alday oladi. O'zini o'zi alday oladi. Masalan, endi men ma gunohni qilganim bilan mening burun qilgan menda katta bir savobli bir ishim deydi. Shunga bu gunohimni inshaalloh Alloh kechirib etishi mumkin. Yoki bu gunohimni ayt qilib etib, o'g'illikdan boshlab tavba qilib olishim mumkin deb inson o'zi bilan o'zi shunday so'zlashishi mumkin. Va o'zimni alqi bir o'zini aldash degan nuqtada alqi. Men to'liq to'xtalayotgan bir gap bu. Mana da hikoyamni deb berayim. Sipanning 2-yilligida, ya'ni Xotan Darul Muallimni o'qiyotgan vaqtimda yanada namoz boshladim. Bu 9-oyda namoz boshlab qoldim. Ya'ni uzoq vaqt o'tmayla, nahayat sovuq qish bo'ldi. Endi u yerda issiq suv yo'q. Tertatgan. Shuning bilan bizning sinfdagi bir qancha bola namoz boshladi, biz yotoqda namoz o'qiyotdi. Men namoz boshlab azroq vaqt o'tgandan keyin nima qo'limning delmish yozimni tatquba birisini chaqchaqlashib bu tirniqi tatilib olib bir yorulab qoldi. Shuni har qatim tayyor olsam suv bu yorg'i tegib, uning ustiga biraz yirinliq yorulab ketib, har qatim qanaydi. Sonra qanagandan keyin men baribir tayyor olsammi, tayyordim tumaydi ekan. Shuni men yarim to'liq saqayganda o'qiy deb namoz o'qimadim. Shuni bilan hatto yarim saqib qolammi deb o'ylagan chog'larimni bo'lmadi deyolmayman. Chunki qachon saqaysa o'qiy degandan keyin qancha uzun saqaysa shuncha keyin o'qiyman. Ammo keyin turib bu butunlay o'zimni aldashdan boshqa narsa emas bu deb o'yladim. Shuni bilan qayta namozni boshladim. Demak shu vaqtda elqi ish menda bahona bo'lgan, men shuni bahona qilib turib o'zimning namoz o'qimaslikka o'zimni asli qoyil qildim. Amaliyotda hammamiz o'zimizga samimiy yuzlangan vaqtimizda hayotimizda bunga o'xshash o'zimizni olgan o'g'in ishini topa olishimiz, bayqashimiz mumkin. Endi uchinchisi tavbani ya'ni maqbul bo'lishining uchinchi sharti buni qayta qilmaslikka haqiqiy bel bog'lash, ya'ni takrorlamaslikka bel bog'lash. Mesela bir gunohni qildik, tavba qildik. O tavbadan maqsadimiz nuqul Allohning oldida maqib salgan gunohimni ujrat deb yolvorishlar emas, balki men bu gunohni buningdiki qilmayman deb iroda tiklashdan iborat. Agar bu esimizdan chiqib ketsa bu tavba chala tavba bo'ladi. Endi bu yerda bunday bir masala bor. Endi cho'ng jihatni aytgan vaqtda bu 4-moddaga munosabatli. Cho'ng jihatni aytgan vaqtda insonning gunohlarini bunda ikki kategoriyaga ayira olishimiz mumkin. Birisi inson bilan Allohning arzidagi ishlarni yuz bergan gunohlar. Masalan, bizning namozimiz, ayollarga nisbatan ularning kiyim-kechaklari. Masalan, ayollarga nisbatan uning kiyim-kechaklari inson bilan insonning orasidagi ish emas, balki inson bilan Allohning orasidagi ish. Ya'ni o'lchamli kiyinish yoki kiyinmaslik. Bizning namoz o'qimasligimiz, ro'za tutmasligimiz, Qur'on tilovat qilmasligimiz qatorliq bevosita Alloh bilan bizning oramizda Alloh buyurgan bir qator ibodatlar bor. Bu ibodatlar qilinmay qolsa, chala qilinsa yoki xato qilinsa yoki bid'at bir shaklda qilinib qolsa, o vaqtda biz buning tavbasini bevosita Allohga qilamiz. Alloh xolis qabul qildi va kechirdi. Endi bu yerda bir murakkab bo'lgan ikkinchi kategoriya. U bo'lsa-mu inson bilan inson orasidagi bir qator gunohlar. Bu cho'ng jihatda yana ikki bo'linishi mumkin. Birisi pul mol munosabatlik, ikkinchisi izzat obro' munosabatlik. Pul mol munosabatlik deganimiz birisidan qarz oldik, qaytarmadik yoki qaytarmadik. Yoki biz ustunlik bilan yevaldik. Bir shaklda uni joylab oldik deydi iqtisodiy jihat.
Bu o'xshash gunoh. Endi buning qabul bo'lishining sharti bizning mayli 1000 rakat namoz o'qiylik. Hayotimizda har yili hajga bordik. Bende bilan bendening orasidagi bu haqni shu bende uzib o'tmagicha Alloh uni mag'firat qilmaydi. Yani bu geldik. Biz bu qarzimizni bermay turib, haqancha tavba qilsak bekor degandik. Biz o haqni ado qilmay turib, bizning tavbamiz Allohning oldida maqbul emas. Bunu cho'qim aniq bilib olishimiz lozim. Menimcha ba'zi kishilarning qayda o'ylashi mumkin. Chunki hayotimizda ko'rdik, aniq iqtisodiy jihatda dafsanda qilingan bir haq bor odamning nihoyatda taqvodorlik bilan ibodat qilayotganligini. İbadet qilgan vaqtda, duo qilgan vaqtlarda odam ta'sirlanganda yig'layotganligini ko'rdim. Men aşı yig'lashlarini yolg'on demayman. Chunki haqni yeginga qarab turib, yolg'ondan bunday qildi deyishni aytib tas. Chunki inson hayotining o'xshamagan psixik bo'shliqlarida o'zining o'xshamagan aloyidligini, kimligini ifoda qila oladigan bir murakkab maxluq. O iqtisodiy jihatdan olgan bilan shaxsiy ibodat qilgan vaqtda iriblam ketishi mumkin. O butunlay mumkin hayotlikda. Ama mayli o tövbeni qancha güzel qilsin, agar aşı haqning egisi onu o'tmaguncha o ado topmaydi degandik. Yani bu ait oddiy tarafi. Bunu mayli shu inson agar endi uning yana bir tarafi rost. To'g'ri, bu shu haq egisi o'tishi kerak. Uning boshqacha bir yo'li yo'q. Men bilib. Endi ikkinchi bir haq ma'naviy haq. Ben izzet abroy deb ifade etdim. Manevi hak deganimiz biz ma'lum birisinin kendinden bir böhtan to'qidik. Mesela onun da yok bir ishni to'qidik, dedik ve taqatdik. Normalde bu xil gunohga shar'an jazo ketamdi, darrikildi. Ya'ni agar birisinin abroyini biz berib turib töhmet qilgan bo'lsak, uning abroyini yeg olgan bo'lsak, o vaqtda uningdan qutulishning yo'li birisi cezası tartış. Ama cezanı tartış imkaniyeti yok. Ehval astıda şu degan bir sual var. İkincisi emrimni qilib bulabdı mı? Özüm yalnız Allah'a tevbe qilay. Divasak şu degan ikinci bir sual mı var? Ama üçüncü bir sual. Balıqı töhmet bühtanının işi uçuk iş yaptı. Ama bir g'aybet de yana bir narsa. Çünkü g'aybet qiling'uchining muayyan bir to'pluq ichidagi izzat obro'yini daxli tarzga uchirtiqdan bir jinoyat. Mesela biz birisini g'aybatni qilsak, unda degan vaqtimizda albatta şu jamoat ichidagi obrazi biz bilib bilmay uni yiqitgan bo'lamiz. Ertasi u kurashgan vaqtda Alloh orasida da tug'an bilan mushugu shu kenda deydi. Ya'ni uning obrazi ig'ir darajada buzilgan bo'ldi. Endi olimlar bu masala haqida tartış qilishgan. Mesela biz g'aybatni qildik. Lekin hammamiz hayotimizda ayrıca g'aybatlarni qilgan. Uningdagi bu odamning inoyati biz o'ylagandek albatta daxli tayyorga uchraydi yoki azroq tushdi. Endi biz olimlar shunda degan, bir qism olimlar bu odamlar shu g'aybat qilinuvchining yeniga berib o'zining gunohini tunib, achinoqdan kechirim so'rashi, shu kechirim qilishi, andan keyin uning tavbasi qabul bo'ldi degan. Endi ikkinchi bir turkum kishilar deganki, endi bir insonning boshqalarning keynidan qilgan g'aybatlari nihoyatda ko'p, xilma-xil va jiq. Normalda shunday bo'ladi. Bunday ahvolda to'g'risi bu ishni agar shu g'aybat qilinuvchi tarafidan aniq bilingan bo'lsa, ya'ni haq uni yetkazib qo'ygan bo'lsa, paloni bilan g'aybatini qilibdi deb uqqan bo'lsa, berib o'zri tilish kerak. Agar u g'aybatni hech kim yetkazmagan, yana bir tarafni uni uqmagan bo'lsa, uni o'z oldiga cho'ng bir tavba qilishi, Allohning oldida uning gunohini kechirishga yetarli bo'lishi mumkin. Uni atayin berib, uning o'zri so'rmasin bo'ldi deb qaragan. Men bilimimda o'qigandan keyin mushu bekroq bilib, amaliyotga ma aqlga bekroq uyg'un mush ekan deb o'yladim. Tushunish bo'ldi-ku? Degan gap. Yana o'xshash gap hamda. İzzet obro'yning tugilishimi islomda bir ma'naviy haqdan iborat. Shunlashqa hatto ba'zi olimlar
Mesela birisi qarz vergan bo'lsa yoki iqtisodiy jihatdan yordam qilgan bo'lsa, yordam qilinuvchining o'ziga ozgina chuqurlashini, oldida sal qo'l bog'labroq turishini, akademikroq turishini umid qilsa va uni ifodalasa, ashumi shuningga nisbatan bir ma'naviy jazoni oldi deb qaragan. Chunki inson hayotda shunday qilib tashlaydi-da. Ma'no 5ni silab qo'ydik, ma qo'ydim. Texi tuzuk salom qilmay ketdi deb o'ylab qilishi mumkin. Allah albatta hammamizni bundan saqlasin. Buningdan ilqi biz men bu yerda ta'kidlamoqchi bo'lgan narsa shu. İnsanning birisi iqtisodiy haqqi va ma'naviy haqqi o'xshashla daxli tarafsiz va muqaddas. Agar bu dafsanda qilinsa, bu dafsanda qilgan gunohdan shularning oldidagi shularning ilqi bu haqdan o'tishini, kechirishini qo'lga keltirmay turib bizning tavbamizni qabul qilishi intayin qiyin. Endi biz ma'lum babdan ikki hadisni tanlab shuni o'qiyman va shu haqdagi qarashlarni so'zlayman. Birisi 13 ve 14 hadis asosiyati ma'nosi o'xshash. Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar alayhisalom mundaq degan deydi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men kuniga Alloh taolodan 70 qatimdan ko'proq manfaat tilayman va Alloh taologa tavba qilaman. Ostidagi 14 hadisda Agar ibn Yasar Muzanni rivoyat qilib shundoq deydi, Payg'ambar alayhisalom degan. Ey xaloyiqlar, Allohga sizlar tavba qilinglar. Ve Allah Teala'nın mağfiret tilanglar. Ben kunda 100 qatim tavba qilaman degan. Endi bu hadis bizlar aslida agar biz fikr qilish odatiga ega kishilar bo'lsak, mana cho'nqur o'ylantirgan bir hadis. Chunki biz bu hadisni o'qigan vaqtda bu tavba qilayotgan odam odatdagi bir odam emas. Biz Payg'ambar alayhisalomning ilgari va keyingi barliq gunohlari mağfiret qilingan, iniq jannati ekanligida shak shubha bo'lmagan bir zot ekanligini bilamiz. Bir jihatdan tavba gunoh sodir qilgandan keyin Allohdan mağfiret talab qilish tursa, nima uchun bu gunohi to'liq mağfiret qilingan bu zot kuniga 70 qatimdan ortiq tavba qildi? Bu savolni chuqur so'rashimiz lozim. Bu savolni chuqur so'rashimiz lozim. Mening esimda qilishcha bu hadisning yana bir varianti bor. Yani bir metnide dal mushunga o'xshatgan savolni sahobalar so'ragan. Ya Rasululloh, sening barliq gunohlar ma'firat qilingan bo'lsa, nima deb bunda ko'p tavba qilsa? Degan vaqtda men Allohga bir shukr qiladigan bir banda bo'lmayman deb shunda javob berdi. Endi men bu hadisdan mana ikki muhim nuqtani ko'rib yetalaymiz deb o'ylayman. Birisi, biz bu hadisdan tavba haqidagi biz biladigan bir an'anaviy tushunchamizni biroz tuzitishga to'g'ri keldi. Bu qanday tushuncha deganda tavba faqat gunoh sodir qilgandala qiladigan bir ish deb o'ylaymiz. Normal ahvolda tavba qilishning hojati yo'q deb qaraymiz. Ya'ni buning ilqi leksikalik va istilohiy ma'nosi va amaliyotda shunday to'g'ri. Ammo bu hadisdan biz bir qadam cho'nqurlab o'ylagan vaqtda men shunday bir narsani yakunladim o'zimcha. Balkim to'g'ridir. Bir insanın tövbe qilishi uchun chuqur o insanın gunoh sodir qilgan bo'lishi shart emas. Demak, Payg'ambar alayhisalom kuniga 70 qatim, 100 qatim tövbe qilgan ekan. Payg'ambar alayhisalom uni gunoh sodir qilib etib turib tövbe qilmagan. U aniq endi. U aniq. Endi uningdan biz oladigan dars nima? Meni qarashimcha birisi Payg'ambar alayhisalom bu ko'p tavba qilish orqali amaliyotda bizga, ya'ni o'ziga ergashuvchilarga tavba qilishning muhimligini o'rgatmoqchi yoki ta'kidlamoqchi bo'lgan deb o'ylayman. Endi biz tavbaning inson sodir qilgan gunohini qanday mag'firat qilishga vasila bo'lganligini tuvandagi tirik misoldan uchuq tushunamiz deb o'ylayman. Endi shu bobdagi 22-numaralı hadis Ebu Nuceyd radhiyallohu anhu rivoyat qildi-ki, Juhayna qabilasidan bir ayol Rasulullahning yoniga keldi. Ya'ni zina qilib homildor bo'lib qolgan bir ayol.
Bu ayol dediki, ey Allah'ın peygamberi, bana şer'i ceza tegishlik oldu. Onu icra kılgın dedi. Peygamber aleyhisselam o ayolning velisiga, ya'ni ona igidarchilik qilgan odamini chaqirib kelib, unga yaxshilik qilgin, ya'ni u bolani tug'ib bo'lgandan keyin ondan qishimda kelgin dedi. Andan keyin Peygamber aleyhisselamning digini bo'yicha qildi. O ayol yengib bo'lgandan keyin uni kiyimiga yo'gidi, andan keyin jazo ijro qilindi. Ondan keyin Peygamber aleyhisselam namozini tushirgan vaqtda Umar roziyallohu anhu bundan hayron qilib, ey Resulullah, sen zina qilgan bir odamning namozini mi tushiramsa deb shunday. Chunki u gunohning qanday og'irligini biz bilamiz. Mesela shunda bir ishni biz angladik, ko'rdik desakmi, u tavba qilib ketgan desinmi? Mayli uning tavbasini Alloh qabul qilgan bo'lsin, insonlar biz qabul qilmaymiz. Dal bu yerda Umar roziyallohu anhu shuni qabul qilolmaydi deyapti. Shunga Peygamber aleyhisselam dediki, o ayol shunda bir tavba qildiki, agar uning tavbasi Madina ahlining orasiga chechiladigan bo'lsa, yani Medine ehlidan 70 adamning. Onun tövbesi şu 70 adamning tövbesinden eşip ketdi yoki yetib aşatdi. Öz canını Allah'a atagan kişiden mi artık bir kişi bormi? Demek o ayol belki özünün şu şer'i cezasından keçip şu günahını yuşurup yaşayalışı mümkün idi. Ama o özünün izzet abroyunun depsinde duruşu qaramay, aşında bir ağır cezada ceza alınışı qaramay, Allah'ın korkak kıyametteki jazoga ushlab ketishdan qo'rqib tavba qilib kelganligining o'zimi shu ayoldagi bir katta iymonning borligini bildirdi. Amaliyotda buning munosabatligi mushunga o'xshaydigan yana bir qancha hadis bor. Balki u mushadisdan o'xshamagan varianti bo'lishi mumkin. Unda hatta yana bir hadisda men shunday zina qilib qo'ydim degan vaqtda unda qilmagansa deb qaramay turardi. Yo'q, men shunday qildim deb turadi. Unda qilmagansa deydi. Çünkü bazı alimler şuna qarab, eğer unda qilmagansa degan vaqtda o ketgan bo'lsa, uni u jazoni yurgizmaydi deb qarab. Andan keyin tug'di. Eğer tug'ib akamagan bo'lsa-ma debma tushundirilgan. Endi bu hadisdan nayt uchuq nayt aniq chiqadi. Chunki og'ir bir gunoh kabirni yana tavba bilan endi bu yerga bir aralashtirilmayotgan bir nuqta. Ma'va raqamida cinayet olganlık için. Cinayet degenimiz şer'i bir ceza kâme gece o tevbelenme yuyulmayotgan bir narsa. Mesela deyli bir adam öldürüp etip tevbe kılıvası bulanmıyor degan bir sual var. Buludu. Adam öldürüp etip tevbe kılsa buludu. Ama şunun cezasını tatil edip tevbe kıldı. Mesela birisi adam öldürüp onun cezasını taatmay durup tövbe kılıvarsa onun cezasını kılıverdi. Kıyamette o cezanı şu şekilde Allah cezalar verdi. Ben bu hadisi bayağı okup şunda öldüm hem de. Şu hakkını ada qilish mumkinchiligi bo'lmagan ahvol ostida ona Allah o hesabni ko'tarib o'tishi mumkin deb o'ylayman. Buni ada qilish mumkinchilik bo'lmadi degan gap hamda. Masalan, u hayotida burun qilgan gunohi bor endi. Uning o'zi diyet to'lab yoki uning maddi jihatdan uni bir to'liqlantirish bilan ado qilinmayotgan ahvol ostida. Tavba Allah uning gunohini kechirishi ayrim. Andan keyin inson bilan insonning orasidagi haqni ado qilishi yine ayrim bir daftarda meni yurdi deb o'ylayman. Xuddi bayonqi zinoning masalasiga o'xshash. O shar'iy jazoni ta'tirdi. Andan keyin Allohni mag'firat qilib qiyomat kuni xolisi jannatiga kiraverdi. Degan gap. Agar
Eğer değil o tövbe kıldı ama şer'i cezanı taatmıdı. Olsa yine Allah özü halisa o tövbesini kabul kılışı ama kıyamette yaxşı kılan günahlarını yaxşı kılan işlerden savaplı günahını epti işitken bir iş var ya. Sonra anı elevetip durup yine bitirip kılışı mümkün. Ayattaki inçki gaybi mesele oğa çıkan onu konkret manda olsa munda olur, keskin munda olur deyiş nayeti tez. Çünkü ahirki hesapta Allah özü xalıqanını kılalaydıgan bir kudret isi olganlık için bendisiga nisbeten ma özü xalıqanını irade kılsa, takdir kılsa, kıyametin xalıqanını kılsa bulayverdi. Elki tevbe emniyeti tevbe hakkıdan da bir 20 saat 20 minut sözlep tüketiş mümkün bir tema emas hem de. Tevbenin alıqı yüksekliği, tevbenin alıqı bütkül insanlığı içilgan bir iş ikenligi. Mesela hazır okumay atlap gitip kepti. Hemen okuduğundan da böyle. Mesela bir adam tövbe kılsa Allah'ın nayet huşallap his kaldığını sözleydi. Tasarruf qilib baksak hem de. Yani bizden tövbe kılış kılmaslıkımız bilen Allah'ın hiç kadar münasebeti yok. Bizden tövbe kılışımızda Allah'ın şerifi yuqurlap kılıp kılmaslıkımızdan tövbe kalmaydı. Tövbe kılış arkalık payda girişli adam biz turukluk. Bunundan Allah'ın şefkatinin, rahiminin ne kadar bizden tasavvurumuzdan kanda alıp ketken bir Rabbimiz kellikini bundan bilimize. Da yeni bir hadiste bundan tügüsü yuqap gidip tepuağa adam kanda hoş olgan bolsa Allah aşında hoşup gidiyor devadır. Oylap baksak. Hem de tevbenin faydaları. Ahirki mezmunumuz tevbenin zaten kanda faydası var bir insana. Elbette onun nurgun faydalarını sanayalışımız mümkün. Ben fakat nayet kıskartıp yığıncakla 5 noktaga yığıncak kıldım. Birincisi tevbe bizni Allah'ın mağfireti geliştirdi. Mağfireti dediğimiz bizim günahlarımızı keçirişi geliştirdi digellik. Yani biz tevbe kılış arkalık yani hakkını ada kılgan şekilde ve revişte tevbe kılış arkalık Allah'ın mağfireti geliştireceğiz. Hem de ikincisi tevbe hakiki bir tevbe kılgan müminin kalbine bir hatircemlik, bir teskinlik payda kaldı. Yani biz mesela bir günahını tutup taşısak elbette bir mümin buluşumuz ile azaplılığımız, köngülümüz yerim buldu. Xuddi bizga chiqish yo'li yo'qdek, mushu günahimiz tüpeyildin, nayt egir cezalanıp ketadigandak. Shunda ümidsizlangan köngülümüz yerim bo'lgan vaqtida bu tavba xuddi yiroqdan bizga bir umid ishki bo'lib echiladi. Shundan biz Xudoga shukr hanim bo'lsinmi? Bunda bir umid ishki bor ekan. Mushu ishni qaqsam, cheksam har vaqt o'chib ekan deb bir xotirjam bo'lamiz. Yani günah bizning ruhiy dunyomizga ekegan zarba. Elbette o zarbinin bo'lganligi yoki biz uningdan bir zarba his qilganligimiz qalbimizda imonning borligining bir dalili. Shundan bu tavba orqali biz bir xotirjamlikka, bir deyishga erishamiz. Bu intayin muhim. İntayin muhim. Sevdiğinler, psikolojiya dersida vaqtda bir balaning ayda bir eğer bir günah qilgan balaning nəhayət özünü yo'qotgan holatga eğer bir psixik xuddi bir psixik kasallik bo'lib qolganligini ayda o'ziga qitqamda olib qolgan deganda mesela shu qanday qildi deganda islom buni chorasini aytdi oddiy yani o tavba qildi haqiqiy tavba qilsa o tavba uningga bir ruhiy davo bo'ldi shunga tavba bizning qalbimizga bir shifo bo'ldi onun bunda bir gücü var. Hem de üçüncüsü tövbe müminni kemterlikке igi kıldı. Yani kemterleştirdi bizni. Ben bunu mişki değmediyse bunu başta diyen gibi bilen biraz münasebetlik. Yani biz bazı vakitte insan üzüyce yaxşı işni jiq qilgan vaqtda yoki yaxshi ishni jiq qildin deb o'ylab qolgan vaqtda yoki qilgan ishlari ko'ziga bek cho'ng ve katta ko'rinib ketgan vaqtda biroz bizni o'zimizning haddini bilmaslikka boshlab qoldi. Masalan, balkim men Alloh yo'lida manchilik pul sarf qilgan odam, manchilik ishlagan qanchalik ish deb o'ylab qolishimiz mumkin. Ya'ni bizning yaxshi ishlarimiz bizni biroz xudimizni bilmas bir holga asta-asta yetaklashi mumkin. Mana shunday vaqtda
tevbe ameliyatda bir hayat pozitsiyasidan iborat. O nuqul qo'l ko'tarib duo qilishlar emas. Bayan men degan o bizning mangulik odatimiz deganim. Bir inson, ya'ni islom insondan shunday bo'lishini talab qildi. Sen haqqancha o'zingni katta hisoblasangmi, amalanjiq, men bunda ish qildim de. Ammo sening o'lgan bo'lgan payg'ambar alayhisalom kunda 70 qatim, 100 qatim tavba qilyapti. Sen nima etding? Sen 100 qatim, 500 qatim, 1000 qatim tavba qilishing kerak. Chunki biz muayyan bir yaxshi ishni, savobli ishni tag'dak qilib etib, undan keyin yostiqni qirlab xotirjam yotadigan bir turmush usulida emas. Müminning pozitsiyasi hergiz unday emas. Tevbe bizga her qatim duo qilgan vaqtimizda, "Ey Alloh, mening gunohlarimni kechirgin. Men ojizkenman, nafsimning quli bo'lib qoldim, shaytonning keyni kirib qoldim" degan vaqtimizda, "Aş yaxshi ishni jib qilib etdim" deb sal haromzadishib qolgan vaqtimizni mushu duolarimiz nihoyatda yaxshi hal qildi. Endi to'rtinchisi aksi. Yani bizni kamtarlashtirdi deganlik, to'rtinchisi bizni takabburlikdan yiroqlashtirdi deganlik. Men bu yerda Ali roziyallohu anhuning ma'noida cho'nqur ta'sir qilgan bir gapini eslatay sizga. Ali roziyallohu anhu shunday deb ekan. Men yoki menga nisbatan meni haqavur, takabbur qilayotgan yaxshi amallarimdan meni kamtar qilayotgan gunohlarim afzal deb shunday deb. Buni o'ylab baqqanam, nihoyatda bu cho'nqur gap. Ya'ni, endi biz degan haj qilgan odamlar deb shayton shunda aytib solgan bo'lsa, bu haj yaxshi amal bo'lmaydi sizga. Men bunda bir kitob yozib etgan adam degan vaqtimda agar demak men yomon yo'l bo'layapman degan. Men munchilik pul sarf qilib etdim yoki millat vatan uchun shunday katta ish qilib etdim deb biroz xudimni yo'qotgan vaqtimda amaliyotda men dal hazar aylashga tegishli bir ishni sodir qilayotgan bo'ldim. Ya'ni ashu ishlarim meni biroz bilib bilmay bir agavurlikqa, takabburlikqa boshlagan bo'lsa, buni aytayman. Bu misolda o'ylab baqsak, bu gunoh menga nisbatan yaxshi ishdanmi afzal degan gap, men degan gap deb biroz kallamga o'tmay qilishi mumkin. Chunki bir mu'minga nisbatan agar u bir gunoh sodir qilib tashlasa, u gunoh uningga o'zini qayta bir tunish imkoni berishi mumkin. Mesela o davamlı o'zini yaxshi ish qildim, savobli ish qildim. Men aytgandan kechki 5 vaqt namozni jamida o'qidim. Men faqat gunoh ishligi yaqinlashmadim deb sal iliqi. O'zidan o'zi qanoatlanib qolgan, tamanno qilayotgan shu vaqtlari amaliyotda uning texmi cho'ng bir gunohga mang'anligidan boshlanishi. Mushuni chuqum esimizda chiqarmasligimiz lozim. Shunga tavba bir hayot pozitsiyasi deb yakunlashining sababi shu. Peygamber Aleyhisselam'ın azı isim geldi bir hadisi var. Bunu aldığımızda sözleyimiz. İyi ümmetim dedi. Eğer sizler günah kılmasanlar, Allah sizlerin onlarla günah mı kıldığın, tevbe kıldığın bir ümmetini berpa almıştırdı. Bu adamda biraz oylandırılan bir hadis. Eğer günah kılmasak, bunda oldu ki ne de böyle konuşuruz. Ameliyette benim düşüncemce bütün de günah kılmaydıgan bir ümmet olmaydı. Ama biz günah kılmadık deb o'ylab qoladigan, qilgan yaxshi ishlardan nihoyat qanoatlanib qilib, bayan men degan nazar aylaydigan yo'lga ketib qolgan bir qavm, bir ümmet bo'lib qolgan vaqtda ba'zi gunohlar ularga nisbatan bir ogohlantirish yoki ogohlantiradigan bir qo'ng'iroqning, bir signalning rolini o'ynashi mumkin. Bir insonga nisbatanmi shu. Endi beshinchisi. Tevbe, yani biz haqiqiy tevbe qilib Allohga yuzlangan, Allohga tevbe qilgan duolarimizni aytgan vaqtimizda amaliyotda biz tigi takdid, ya'ni mohiyatini aytganda biz o'zimiz bilan o'zimiz bir hisoblashayotgan bo'lamiz. O'zimiz bilan o'zimiz bir dialog qurayotgan bo'lamiz. O'zimiz bilan o'zimiz so'zlashayotgan bo'lamiz. Endi 5-inchisi nima demoqchi? Tevbe qilish bir insonga o'zi bilan o'zi yolg'iz o'tirib, o'zining yaqisidan o'zi elib turib, bir hisoblash fursati yaratib berdi. Chunki biz har vaqt mushunda bir hisoblashga muhtoj. O'zimizning yaqisidan o'zimiz bir elishga, pat-pat o'zimizni o'zimiz bir silkib turishga muhtoj. Chunki
İnsan eğer anlıklık bilen özüdün hesapını pat-pat rahimsizlik bilen epturalığa vakitta hesap başkalar tarafından elinğe vakitta o anca eğilgenmeydi. Özüdün fakat hesap almaydıgan bir adam navada başkalarının bir hesap erişi uçuğa vakitta o özünü yoktub koyuşu mümkün, ona ait eğil zerbi ulaşı var. Ömer Reziyallahu Anhu'nun gibi şunun gibi. Ömer İbni Hattab'ın gibi oluş gerek. Sen yani bir insan, mümin değil mi? Şu manada deydi. Kıyamet günü Allah'ın hesabı uçraştığını bu dünyada özüdün pat-pat hesap edip duruşu lazım. Şu vakitte Allah'ın aldığı hesap asan oldu. O xuddi bir dükkanın bir buğaltırı var değil. Yani bir şirketten bir buğaltırı var. Hesabını tutudu. Eğer bu buğaltır o hesabını hepti de bir obdan kıpmansa aylık hesabını yaxşı bileyleydi. Her aydan ayda yaxşı tutup yaxşı boğutmansa yıl ahirindeki hesabını bir işin ayda asan ravan buludu. Eğer o yıl ahirinde bıraklı bir ayçıyor da heptilik ve aylık hesabını tutmağa vakitte yıl ahirde bu hesabını bir işi onunla şunçilik eğer keledi ki o da akmağın te akıdı. Hatta o yerde o nurgun hesabının önüne çıkaramazlık ki bilinmezlik ki. Ana bu del muşuna okşaydı. İnsan hayatı da muşu tevbe acı hesap ilişki okşaydı. Çünkü Allah hemimizni her daim tevbe içinde buluşkan, tevbeni üzerine hayatından pozisyisi ve günlük turmuş adeti kılışkı nasip olsun.